Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda sizlar bilan Microsoft Office'dagi eng muhim dasturlar Excel va Word bilan tanishamiz. Agar siz yangi boshlayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Excel va Wordni bilsangiz, darsda ham, ishda ham, hatto shaxsiy hayotda ham juda katta yengillik bo'ladi. Excel va Word nima? Excel va Word Microsoft tomonidan yaratilgan dasturlar. Excel bu jadval bilan ishlash uchun, Word esa hujjatlar yozish uchun ishlatiladi. Masalan, biznesda hisobot va tahlillar, ta'limda referatlar, shaxsiy hayotda CV yoki byudjet. Interfeysi. Endi ularning tuzilishiga qaraymiz. Excel'da workbook, ishchi kitob, sheetlar, varaqalar va hujayralar, cells bor. Wordda esa dokument, hujjat, sahifalar, paragraf ishlatiladi. Ikkala dasturda ham ishlash juda oson. Siz matn yozasiz, enter bosasiz va ma'lumot saqlanadi. Agar o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ustiga bosib tahrirlaysiz. Masalan, yerga menga qo'shamiz yoki o'chirib tashlaymiz. Shortcutlar, eng kerakli tugmalar. Bular Ctrl+C nusxa olish, Ctrl+V joylashtirish, Ctrl+X kesib olish, uni joylashtirsa ham bo'ladi. Masalan, bular Excel va Wordda bir xil ishlaydi. Excel'da formulalar bor. Masalan, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu sum yoki ko'paytirish. Ularni ko'rib o'tishimiz mumkin. Wordda esa formatlashtirish. Masalan, bold qilish yoki underline qilish, italic qilish, ranglarni o'zgartirish bo'ladi. Excel'da siz grafiklar chizishingiz mumkin. Ustunli yoki chiziqli, doirali. Wordda esa siz jadvallar yoki rasmlar, shakllar qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, rasm kompyuterdan qo'yish, diskdan qo'yish, foto qilish, link orqali qo'yish.
Excel va Word bu har kim bilishi kerak bo'lgan dasturlar. Ularni o'rganish orqali siz tez ishlaysiz, kam xato qilasiz va professional ko'rinasiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling.